Omonat dunyoda omon bo'laylik. Doim bir-birimizga hamroh bo'laylik. Omonat dunyoda Shohmardondan sizlarni ko'rgani keldik. Davru davron surg'oni keldik. Chalib karnay surnaylar ko'nglingizni olg'oni keldik. Endi ozgina ob-havo Allohning ne'mati. 2 kun oldin qaynab ketdik. Allohim o'zi chevar bugun mazza qilib salqinlab bir-birimizni yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qilib turibmiz. Qimmatli vaqtlaringizni ayamasdan bizni tomosha qilib chiqqanlaringiz uchun boshimiz yerga tekkuncha assalomu alaykum deymiz. Bolajonlar tomosha ko'rishga tayyormisizlar? Eshitilmayapti, hamma tayyormi? Biz tog'larda orasidan kelamiz, batta xalqini yaxshi ko'ramiz. Har kuni qo'y go'shtida osh yeydi-yu, lekin qarsaydi mazasi bo'lmayapti. Yurakda bitta osh qarsayib bo'lsa davrada kayfiyat ko'taruvchi multfilm qahramonlari. Yashasin! Yepshurlar! Apatda gapsanda, yepshurlar! Oldin aziz xalqimizga, onalarim, opa-singillarim, do'ru bebaholarimga, bizni kelajagimiz jajji bolajonlarga bitta salom qilib qo'yasizlar, bitta salom. Ana qarsak bo'lsin, qarsak. Mana shu salom sizlarga. Ana endi Afrikadan kelgan, ajoyib bo'ylari 2 metr, og'irliklari 500 kilo. Garillaga bitta qarsak bo'lsin. Qani. Yo'q, ana inson mana bo'lasan, sho'rasan, yo'q shoshilmaysan. Yashasın! Seni yigitning davlatsan, qorabayi. Yashasın! Sho'rg'ul! Ye barakalloh! Sen Allohni rahmatsan, tantining sog'laqsan, sen Allohni rahmatsan, amr temur qudratsan, qorabayi. Yashasın! Kaliso bilan ketdik, kaliso bilan. Qani ketdik. Sevaba yapıyorlarsak yaşasın. Habeş gibi Ne barakallah Habeş gibisiz Yaşasın. Barakallah Habeş gibisinler. Yaşasın. Barakallah. Yaşıyorum.
xush ko'ring, ha? Ha, yalvata, ha? Yashang. Nima bo'lyapti? Nima bo'ldi? Xafa bo'lding. Kimdan xafa bo'lding? Hammadan. Ya unaqa xafa bo'lma. Qara, shu to'g'rida o'tirgan onajonlarim ko'ryapsanmi? Onalar oyog'i ostida jannat deydi. Yomg'ir yog'sa ham sizlarni ko'ramiz deb ketmay o'tirishibdi. Unaqa xafa bo'lmagin. Darrov yonimga kel. Nima bo'lyapti? Bolaga Bayta ilhom bilan o'ynayatirsam, O'ynay tursiz. o'ni qizlarni ko'ryapsizmi? O'sha chiroyli qizlarni ko'ryapman. Nima bo'ldi? Ana shu qizlar menga aytayapti, "Hey, Basqiroz yigit, yatiga uy deyapti." Bu mahallada hech kim unaqa demaydi. Hammalari bir-biriga qarindosh urug'. Shuncha jamoat ichida o'zbekcha gapirgani uyatdi. Sekin ruschasiga yatiga люблю deyapti. Nima? Люблю deyapti. Unaqasi bo'lmaydi. Batta agar unaqa qilsang, oq kaltik, qora kaltik qilib toshvaring qilib to'g'ri omordaga jo'natib yuboradi. Bo'lmaydi. O'rgamaydi. Besratli bo'lamiz. Bitta cho'g'iga bo'lsin, qani keting, yashasin. To'xta, nima? Ana damim chiqardi. Nima qilding? Damim chiqardi. O'zi endi olib keldik. Ana xafa bo'ldi. Ana yaqinda uylanadigan bola edi. Rasvo qilding. Endi uylanolmaydi. Bo'ldi, xafa bo'lmang, mayli ketavering. To'xtang, bir o'rtaga chiqing. Xafa bo'ldingizmi? Mana qarsiga chop qo'yishadi, xafa bo'lmang. Qarsiga ham o'zingizga kelmaysizmi? $50 beraman. Darrov o'zingizga keling. Ana. Bo'pti, nima bo'lsa bo'ldi. Pumbajon o'rtaroqqa chiqing. O'rtaroqqa chiqing, endi bejarmadan bo'ling. Ana. Uylab qo'yaman desam ham bo'lmaydi. Sho'xiga chol. Yaşasın. Multfilm qahramonlariga bitta qarsiga chop qo'ysalaringiz yigitlar ham xursand. Rahmat. Endi har sohadan bir chingildan menga qara. Az xalqim kutib qolmasin, bag'a yana yomg'ir kelyapti. Gapni ko'paytirmaymiz. Qisqa. 2 dona. Ertaga oxirgi kun qilamiz. Hammamiz baravar o'ynaymiz. Kelishdikmi? Yoga o'yinlarining ajoyib bir ustasi bor. Ro'zi Muhammadga bitta guldiroz. Taqsim bo'lsin davrada Ro'zi Muhammadjon. Yoga o'yinlari bilan kam bo'lmasinlar. Shuyor bo'lasiz. Qarshi bo'lmayapti yigitga qarshi. Qarshi o'tirsin, qarshi. Yashasın. İyi berekeler. Ajdarho o'yinlari bilan.
Yaştan mut ket, yapışıyoruz. İyi berekeler. Karşı var mı karşı? İyi berekeler. Karşı nasıl karşı? Berekeler. Arkasında onaların yaxshi biladi, olov o'ta issiq tandirda non yopganda bilinadi, o'choqda ovqat qilganda bilinadi. Yigit olovlarda tanalariga bosib o'ynab olsin. Yaxshi nazar, yaxshi ko'z bilan tomosha qilamiz. Ahamiyat bering, e'tibor qiling. Qarshi bilan qo'llab turamiz. Barakalloh. Sizlardan yosh qarshi bo'lsa, yonga olovlarda dillariga mos ko'rsatadi. Ana. Sho'rg'or. Qarshi bo'lsa qarshi. Midrobe, barakalloh. Sizlardan yosh qarshi bo'lsa, ashula olovda ikkinchisini yo'q ko'rsatadi. Ana. Sho'rg'or, barakalloh. Qarshi bo'lsa qarshi. Sizlardan yosh qarshi bo'lsa, ikkalasini birdaniga o'chiraman deydi. Sizlardan qarshi bo'lsa, xalq mazaqsi kim? Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom aka. Charchamayapsizmi? Keling. Kim keldi? Kelim deganim yo'q. Mana chiroyli davraga, Nayman mahallasiga, mana shu qarang chiroyli stadionga xush kelibsiz. Keling deyapman. Yana kelamizda ko'ziga qo'yib qo'yaymi? Biz turami? Hunar. Qo'lda hunar bormi? Hamma hunar pochchezda. Kimda? Pochchezda. Yarim qarich, menga qanaqasiga pochcha bo'lasan? Siz meni tanimadingizmi? Tanimadim. Qo'qondagi Oysha qo'lingiz bor-ku? Ha. Oysha qo'lingizni zapasida yer bo'laman. Xunob, Qo'qonda Oysha xolam bor, lekin xo'jayini ham bor-da. Zapasnoy degan joyini tushunmadim. Zapasnoy degan joyni tushunmadingizmi? Tushunmadim. Atay Shohmordondan mashinalarni minib, xalqni xursand qilgani keldingiz-da. Albatta. Xalqni xursand qilib bo'lib, seting Shohmordonga ketayotganingizda mashinangiz orqa bo'lib paqat teshilib qolsa nima qilasiz? Avvalo Xudo saqlasin. Mabodo yo'lda ketsa, faqat balon teshilib qolsa, shap zapasga olib qo'yib minib ketaveraman. Ana, Oysha qo'lingiz yerga paqat yo'lib qolsa, meni orqa eshikdan zapasga Bo'lmaydi. To'g'ri kelmaydi. Mana qara, seni Dorvozni eshitganman. Dorvozlar dadasi bo'laman. Dorvozlarning dadasi. Dorvozni izlardi enasi qayerda? Enasi qo'yda tirikchilik qilgan magazin ochyapti. Magazin ochyapti, bunaqa dema. Yaxshi bola. Mana qara masxara ovoziga. Endi ko'p o'ynasang ko'p bo'lmaydi. Shuning uchun bizga 5 ta yordamchi yigitlardan kerak, ha? 5 ta o'g'il bolalardan bormi? Qo'lni ko'tarsin o'tirgan joyda. Ana shu polvon yigit, ke o'g'lim tez. Ke polvonim, ke tez. Ana bo'ldi, yo bo'ladi. Ya shu ikki Husanov, keling baqa kapitan komanda bo'lasiz. Ana, yo. Ana chiroyli bo'l. Faqat oyoq ranin ekan, unga bo'lmaydi-da bolam. Ko'p harakat qilish kerak bo'ladi. Oyoq ranin ekan. O'tirib olaveramiz, ha? Qani o'zimiz yigitlardan bormi? Qani hali yogachi yigitlar? Aylanib ketay boringga shukr. Assalomu alaykum. Ismlari? Izzatbek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismlari? Muhammad Aziz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismlari? Hamidulloh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismlari? Ibratjon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismlari? Zohirbek. Nechinchi sinf? 1-sinf. Buni ushaming, davlatga qochib ketmaydi, joyida turaveradi. Gap yo'q. Siz nechinchi sinf? 2. 6. 4. Nechi? 5. Barakalloh. Baholar ham 2, 3, 4, 5 mi? Yo'q. Nechi? 5. Sinab olamiz. 2 kere 2. 2 kere 2. 4 kere 4. 8.
Oh, malades. 5 kilo 5. 25. Barakallah. Matematika so'r. Fizkulturadan qalaysizlar? Fizkultura, jismoniy tarbiyadan. Yaxshimi? Sinab olamiz. Qani rota smirna. Oh, malades. Bularga o'zbekcha komanda berish kerak. O'zbekcha komanda berish kerak. Bo'lmasa bularga o'zbekcha komanda beramiz. Smirna degani g'o'day degani. Menga qarab bas, to'g'riga qarab g'o'dayish kerak. Keyingisi volla degani shalpay degani. Chamadan o'ngga, chapga, o'ngga, chap. Hozir bas komandadan keyin. Qani kammi, rahmat, boringizga shukur. Qani rota g'o'day. Rotash, to'xtang, men g'o'day dedim, nima shalpayasiz? Rota shalpay. Tez. Senga qizlar qochib ketadi. Yelgani uchiring demadim. Hamma bir qatorga basqaravozlar orqasidan terilamiz. Qani tezda. Tez. Oho, sal oralayni ochib olinglar. Karotga samigani bo'lmasin. Qarsak bo'lib tursin yigitlardan bir ajoyib tomosha. Qani keting. Yashasin. Barakalloh. Yo'q, sho'r bo'lasa. Членов скажут ваш поезд. Yashasin. Barakalloh. Подождем друга. И Husanboymi dotiz? Nima qilyapsiz? Ko'rmayapsizmi? Masqaravoz oldiga oshyapti. Orqaga qaytyapti, mayda stop yoryapti, ko'rmay. Stop kuyib qolibdi-ku masqaravoz. Kuyib qolibdi. Menga qarang Husanboy, bunisi oson. Shoshilmang, ko'rsatib beradi. Bir marta oldiga, bir marta orqaga. Kelishdikmi? Orqaroqqa turib olamiz. Qani ketdik. красиво летит одного, но лучше с коллективом. Oldiga. Qara orqaga. Ketdi. Malades. Orqaga. Keyingisi. Oldiga. Orqaga. Keyingisi. Oldiga. Orqaga. Oldiga. Orqaga. O'zingizga saqlab. Oldiga. Keyingisi. Oldiga. Bo'lmadi-da. Bular ishdan qochib ketyapti. Unaqasi ketmaydi, mayli. Makka mushaylar bo'ptimi, ishdan qochib ketmasin. Bizga bitta yordamchilardan kerak-da. O'zimiz yigitlardan. Qani Iqbol Mirzo, Hasanboymi, Husanboymi bitta yigit yordam qo'ringlar menga. Tezda kelinglar. Ozginaga yordam qo'rasizlar. Tez bo'ling, tez. Vaqtinchalikka keling. Ana bunisi oson. Yo siz o'tirib turing. Men chaqiraman sizni. Darrov vaqtinchalikka bizga yordamchi bo'lib turasiz. Tizzalar qo'ying, tizzalarni. Ana quloqlar tushiring. Mana boshi og'rimasin desalang, mana yumshoq joyga qo'ysalar yaxshi bo'lib ketasizlar. Bo'ptimi? Qolganlardan qarsak bo'lib tursin. Qani ketdik. Nima qilyapsiz? Bobo, nima qilyapsiz? Tumalab o'ting dedim, ichkariga kirib ketarsiz hozir. Jicha qoldi, yugurib borib, bu вообще опасно bu. Ey bola! Birinchi sinf. O'zi ham ajoyib bo'ladigan bola. Gap yo'q. Mana qarang, endi ozgina engashing. Buni oson tepadan uchib o'tamiz, ha? Hali maktablarda bo'ladi-yu, qazi yo'q. Uchib o'tamiz tepasidan. Engashing. Ana sal engashing. Ana ketdi, yugur. Ana yugurib bor. Kapitan komanda yugur. Ana mana biz yugur. Nima qilyapsiz? Turavering, nima qilyapsiz? Ama sizga ishlaydi, itaring deganim yo'q.
tepasidan sakrab o'ting dedim. Men qarang, boring o'zingizga to'g'irlab oling. Boring, rasmiyga to'g'irlab oling, tez bo'ling. Qoch, ha, to'g'irlab olsa o'zi. Nima qilsin? Pastlasinmi, tepalasinmi? Pasaysinmi? Ayting, ana bo'ladimi? Ha, yugurib borib qani ketdi. Andaqlab turing. Yugur keyingisi. Yugur. To'xta. Bunisi вообще опасно bo'lar ekan. Mana qarang, baqa keling, yana bitta ko'raylik sizdan. Yana bitta, ha, yugurib borib. Har kun aytyapman, har doim aytyapman, bularning ichida hofizi Qur'onlar, Makka tilloga imomlar, yurtni podsholari bor. Nabiralaringiz bilan, farzandlaringiz bilan jichcha bo'lsa-da kuldirishga harakat qildik. Ularning ustidan kulganimiz yo'q. Xafa basmisizlar? Mana shu yigitlar chempion bo'lsin deganlar, bitta qarsak bo'lsin. Azamatlar, rahmat. Joyimizga. Navbatda polvonlik, pahlavonlik tomoshalariga beramiz. Bu yigitlarda o'ynab boradi, o'yinlarda o'ynab boradi. To'rt tog'ning o'rtasi 2 soatda qo'shilishi. Ulug' Shahobardonlik Ahajon Nabiyevning nabira shogirdlari. O'sha siz bilgan, siz tanigan, siz qo'llab-quvvatlagan yigitlarda sarasi, polvonlarning bolasi. 2 yoshidan beri mana shu kunlarda men bilan yelkama-yelka qilib boryapti. Kutib oling, kutib oling. Sizga peshvoz chiqmoqda bir marta o'g'lon. Qarsak choling, qarsak choling. Davradadir Hoji Akbar polvon. Yigitni o'zini o'ynatmayman, bilasizlar, bular juda ko'pchilik, tengqurlar, o'rtoqlar har kuni yo'q Hasanboy, yo'q Husanboy keladi. Kecha Hasanboy tashrif buyurdi, bugun davrada Husanboy janob oliylarga bitta guldiroz qarsak bo'lsin. Yashasın. Niye böyle geldi? Bularning ikkalasini bittadan o'ynatib boraman. Toshga qiziqqan 16 yoshli yigitlar bo'lsa, yordamga chaqiraman, qiziqroq bo'ladi. Kelishdikmi? Qiziquvchilar tayyor turasizlar. Birinchi davrada Hoji Akbar polvon, qani ketdik. Hushyor bo'lasiz. Yaxshi narsalar bilan taqdirlamiz. Ozan! Hey! Mübarek kollarında. Barakallah. Eleylerinde. Yaşasın. Barakallah. Kamplarda. Saygılar var. Barakallah. İngiçke parmaklarında. Barakallah. Yaşasın. Barakallah. Hushyor bo'lasiz. Kam bo'lmang. Barakallah. Hushyor bo'lasiz. Ozgina texnik sabab barakallah kam bo'lmasinlar. Muzika hushyor bo'lasiz. Endi ozgina muzika texnik sababga ko'ra hushyorlikni oshirasiz. Husanboy, sizdan ko'ramiz. Shoshilmaysiz. Yigitlarda sarasi, polvonlarda bo'ladi. Ajoyib yigitlar, qani kam bo'lish yo'q. Hushyor bo'lasiz. Qarsi bilan qo'llab turamiz. Qarsi. Qarsi bo'lmayapti-yu, qarsi. Barakallah. Hey, barakallah. Kam bo'lmang. Barakallah. Yigitlar o'zlariga yoqib o'yinlardilar. Sen O'zbekning shuhratsan. Kozimboy, qanilar Kozimboy? Yaşasın. Ha? Yigitning davlatsan, Qoraboy. Bitta tosh bilan. Bu tomonga. Barakallah. Hushyor bo'lasiz. Murakkab xonalaridan e'tibor qiling. Ahamiyat bering. Yaşasın. Yigitlarning sarasi, polvonlarning bolasi. Davlada Hoji Akbar polvon. Bosh kelmasinlar. Qarsak bormi, qarsak? Yaşasın. Husanboy, o'zingizga qo'yinlardan 2 dona ko'ramiz. Barakallah. Yaşasın. Barakallah. Hushyor bo'lasiz. Shoshilmaysiz. Ha? Yaşasın. Yaşasın. Bitta qo'lda. 2 qadam tosh. E'tibor qiling. Aytmoq oson, lekin mashaqqat 32 kilo. Shu holatda yerdan cho'piga olish mashaqqat. Ahamiyat bering, e'tibor qiling. Barakalloh, qaytarmaysiz.
Bunisi sizlarga sovg'a bo'lsin, bitta guldiroz qarsak bo'lsin. Hushyor bo'lasiz. Yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qilamiz. Hey, polvon. Alloh siz qandisiz, davlat siz qandisiz. Shoshilmang. Ukajonim, shoshilmang. Makam bo'lasiz. Qaytarmaysiz. Qani ketdik. Hushyor bo'ling. Yurtiga baxt eshigini ochgan kulib qolasan. Tosh kelganda toshni yachgan kulib qolasan. Yurtiga baxt eshigini ochgan kulib qolasan. Qaytarma. Yashasın. Barakalloh. Barakalloh. Qarsak bormi qarsak? Sanboy polvonlar. Yashasın. Barakalloh. Rahmat. Katta polvonlar o'ynaydigan o'yinlardan, mustaqillik maydonlarida prezidentimiz oldilarida o'ynaydigan o'yinlardan 2 dona bitta tomosha bo'lsin. E'tibor qiling, 1,5 metr turbaning tepasida 16 kilolik qadoq tosh. Ozgina qaltis harakat yo ozgina xato to'g'ri boshga yoki oyoqqa tushishi mumkin. Yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qilamiz. E'tibor qiling. Yashasın. Barakalloh. Şaşırma. To'xtat bor. Shoshilmasdan. To'xtat bor. Shoshilmang. Qarsak bo'lsa o'yini bilan ko'ramiz. Yashasın. Qarsak bormi? Yigitlarda sarasi, polvonlarda olasi. Davrada hojagbar polvon. Yashasın. Rahmat yigitlar, mabodo qiziqsalaringiz uyga borib qaytarib yurmanglar, sababi grijani tezlatadigan o'yinlardan bittasi. 4 ta qadoq tosh. E'tibor qiling, beldi quvvatida Husanboydan ko'ramiz. Qani ketdik. Sevib qarsak. Yaşasın. Karşıyım var mı karşıyım? Yaşasın. Bir tane ayran Allah'a vermeyin yedi var biri. Yaşasın. Ha. Yaşasın. İyi mürekkep horası. Baştan başladı. Karşıyım var mı karşıyım? Hasanboy polvon. Rahmat. Endi katta polvonlar o'ynaydigan o'yinlarda 2 dona Hojiakbarjon o'ynab beraman deyapti. Agar xato bo'lsa aybga sanamaysizlar. Beayb Parvardigor. Aytmoqqa oson, lekin yotgan holatda 2 ta qadoq tosh. Unga qo'shib yerdan ukasini qo'lida ko'tarib olsa hisob. E'tibor qiling, ahamiyat berib boring. Hey, men qancha o'g'limni aygan saram shuncha o'zini o'zi qiynab boryapti. Mashaqqatsiz hunar bo'lmas, hunar bo'lmasa unar bo'lmas deydi ustozlarimiz. Albatta yosh kattalar, bobojonlar shunaqa o'rgatgan. Mayli endi o'g'lim 32 kilolik qiyinda shu o'yinda o'rniga 4 ta toshni oyoqqa ilamiz, qo'lingizda ukangizni ko'tarasiz, maylimi? Ha? Barakalloh. Kam bo'lmang.
Partiga kelolmadim barobar. Yok soyunca varsın dese varsın. Yaşasın, bana gel. Hasan Bey, yadınız. Hasan Bey, bana gel. Mostik Malata. Mostik Malata, Hasan Bey. Mostik Malata. Bana gel. Kısasında yapılar kalayım. Bana gel. Senin yerine gel hocam. Harbi de bizi gel. Karşı gel mi git de karşı. Yıllara gel la. Yaşasın. Yigitlar oynasa ertalar